Bolalar, bugun mavzuyimiz karbon kislotalar yoki yog' kislotalarini deyiladi, chunki ularning birinchi vakillari yog'lardan ajratib olingan. Hop, molekulasida karboksil gruppa saqlaydigan organik birikmalar karbon kislotalar deb aytiladi. Karboksil gruppa ushbu guruh karboksil gruppasi deb aytiladi. Qanday organik birikmaning tarkibida shunday gruppa mavjud bo'lsa, bu albatta karbon kislota hisoblanadi. Hop, karboksil gruppaning tarkibidagi uglerodlar qanday gibridlangan? Uglerod sp2 gibridlangan. Aldegid guruhda ham, karboksil guruhda ham uglerod sp2 gibridlangan bo'ladi. Tepadagi kislorod qo'shbog'li sp2 gibridlangan, pastdagi kislorod esa suvdagi kabi sp3 gibridlangan. Karbon kislotalarni ko'pincha bolalar trivial nomenklaturasi bilan nomlaymiz. Masalan, chumoli kislota deb aytamiz. Metan kislota sistematik nomenklatura bo'yicha to'yingan uglevodorodning nomiga kislota so'zini qo'shish bilan tugallanadi. Lekin chumoli kislota ham deyiladi, sababi birinchi marta chumolidan ajratib olingan. Etan kislotasi yoki sirka kislotasi deb aytiladi, sirkadan ajratib olingan. Mana buni formiyat kislota ham deb aytiladi. Formiyat. Propion kislotasi yoki propan kislotasi, butan kislotasi xalqaro nomenklatura bo'yicha yoki moy kislotasi, pentan kislotasi yoki valerian kislotasi, sababi birinchi marta valeriana o'simligidan ajratib olingan ildizidan. Demak, mana shunday sistematik nomenklatura bo'yicha to'yingan uglevodorodning nomiga oxirida kislota so'zi qo'shib aytilar ekan, keyin trivial nomenklaturasi ham ko'pincha qo'llanilar ekan. Karbon kislotalar to'yingan bo'lishi mumkin, to'yinmagan bo'lishi mumkin. Masalan, mana to'yinmagan karbon kislotalarning, to'yinmagan bir asosli karbon kislotalarning birinchi vakili akril kislotasi yoki propen kislota deb nomlanadi. Mana akril kislotasi yoki propen kislotasi to'yinmagan. Halqali bo'lishi mumkin, aromatik, mana benzoik kislota deb nomlanadi. Hop, benzoik kislotadan keyingi vakili gamalogi CH2 COOH bo'ladigan bo'lsa, buni endi benzoik kislota demaymiz-da, sirka kislotasining hosilasi sifatida qaraymiz. Mana uni o'zi sirka kislotasi, mana CH3, o'sha CH3dagi bitta vodorodning o'rniga fenil radikali kelganligi uchun bu moddani fenil sirka kislota deb nomlaymiz. Fenil sirka kislotasi, qarang. Benzoik kislotasi, uni bitta gamologi, keyingi navbatdagi gamologi fenil sirka kislotasi deb nomlanadi. Bundan tashqari karbon kislotalar tarkibida bitta karboksil gruppa saqlasa, bir asosli karbon kislota deb aytiladi. Agar ikkita karboksil gruppa saqlaydigan bo'lsa, ikki asosli karbon kislota deb aytiladi. Masalan, ikki asosli karbon kislotalarning birinchi vakili bu oksalat kislotasi deb nomlanadi. Undan keyingisi malon, undan keyingisi qahrabo, glyutar, adipin va hokazo. Shunday ikki asosli karbon kislotalar ham mavjud. 3 asosli karbon kislotalar ham mavjud. 3 ta karboksil gruppa bo'ladi. Bunga misol qilib limon kislotalarini aytish mumkin. Hop, demak, karbon kislotalarda izomeriya qanday kuzatiladi? Karbon kislotalarda izomeriya ko'proq bolalar adabiyotlarda ikki xil izomeriya degan zanjir izomeriyasi va karboksil gruppaning joylashgan o'rni izomeriyasi deb aytilgan. Ammo karboksil gruppa qayerda bo'lishidan qat'iy nazar asosiy zanjirda hisoblanadi. Shuning uchun ham to'g'rirog'i bolalar karbon kislotalarda izomeriyaning bir turi zanjir izomeriyasi kuzatiladi degan holat to'g'riroq bo'ladi. Ammo karboksil gruppadan ko'ra mavqei jihatdan ustunroq bo'ladigan bo'lsa, o'shanday gruppalar mavjud bo'ladigan bo'lsa, ana shundagina karboksil gruppaning joylashgan o'rni izomeriyasi kelib chiqadi. Hop. Mana propan kislotani metilli hosilasi metil propan kislotasi deb nomlanadi. Mana bu butan kislotasi, butan kislotaning ikkinchi uglerodida qarang, asosiy zanjir karboksil gruppa tomonidan boshlanar ekan raqamlash. Ikkinchi uglerodda metil turganligi uchun 2 metil butan kislotasi deb nomlanadi mana.
Mana bu yerda 3-uglerodda metil turganligi uchun 3-metil butan kislotasi deb nomlanadi. Mana bu yerda endi qarasak, asosiy zanjir butan, karboksil guruhi yon zanjirda turgandek ko'rinadi formulada, ammo biz asosiy zanjirni karbon kislotani, karboksil guruhini asosiy zanjirga kiritishga majburmiz bo'ldi. Demak, karbon kislota hisoblanar ekan, unda 1, 2, 3, 4. Bu butan kislota hosilasi. Butan kislotaning ikkinchisida metil, uchinchisida metil turganligi uchun 2,3 dimetil butan kislota deb nomlanadi. Demak, formulada yon zanjirda kabi ko'rinib qolsa-da, uni biz asosiy zanjirda turgan deb hisoblashimiz kerak ekan.